Xolum qo'shnilar o'zgaradi. Islom dini qo'shnilarga yaxshi muomala bo'lishga alohida tavsiya qilgan. Ularga turli shaklda aziyat yetkazishdan cheklagan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va la udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi Ramazon o'zgarish e'dor nomli programmamizning 12-halqasi Xolum qo'shnilar o'zgaradi. Islom dini qo'shnilarga yaxshi muomala bo'lishga alohida tavsiya qilgan. Ularga turli shaklda aziyat yetkazishdan cheklagan. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining muborak hadisida shunday degan: Allah bilan qasamki, qo'shnisi aziyatlaridan xotirjam bo'lmagan kishi haqiqiy mu'min bo'lmaydi. Yana sahih hadisda bayon qilingandek, Jibril alayhisalom Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qo'shnilarga yaxshi muomalada bo'lishni ko'p tavsiya qiladi. Hatto Payg'ambar alayhisalom oxirida men qo'shnilarni bir-biridan meros oladigan bo'lib qolamdikin deb o'ylagandim deydi. Hozirgi taraqqiy qilgan davrda shaharlarda qo'shnilarni dunyo halokchiligi, turmush aldirashchiligi bir-biridan ayirib etdi. Har bir qo'shni o'zining aldirashligi bilan, qo'shnisi bilan ahvollashib, hal-mun qilishgidek vaqti bo'lmaydi. Tamlari yonma-yon turib bir-birining ahvolini so'ray olmaydi. Lekin Ramazonda ish boshqacha bo'ladi. Ramazonda qo'shnilar orasidagi bu yiroqlashib ketish, tashlatib ketishni tuzatkili va buning o'rniga qarindoshlik, qo'shnidorchilikni yetkazish, o'zaro do'stlikni o'rnatqili bo'ladi. Bu orqali Alloh subhanahu va taolaning haqiqatan mu'minlar qarindoshdir degan so'zini ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi. Buni amaliylashtirish bir qancha vositalar bilan bo'ladi. Birinchi, qo'shnilar o'zining bir masjidda birga namoz ado qiladigan qo'shnilari yoki bir binoda birga o'tiradigan qo'shnilarni ziyorat qilib turish kerak. Hech bo'lmaganda masjidga birib kirish orasida, binoga kirib chiqish orasida o'zaro uchrashgan vaqtida bir-biridan ahvol so'rab turish kerak. Ikkinchi, ularni mumkin bo'lsa uyiga iftorga da'vat qilish yoki bo'lmaganda masjidda jamoat shaklli iftor faoliyati o'rinlashtirib, shu mahallada bo'lgan qo'shnilarning hammasini iftorga da'vat qilish kerak. Bu orqali Ramazondan ilgari bir-biri bilan ko'rishib, ham suhbat bo'lmagan qo'shnilarning ko'pchiligi bir-biri bilan tuyuqsiz uchrashib, xursand bo'ladi, aradagi munosabatlari yaxshilanadi. 3. Ramazonda iftor vaqtlarida yoki suhur vaqtlarida qo'shnilarga farqli yemakliklarni hadya qilish. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Zar radhiyallohu anhu ga tavsiya qilib shunday degan: "Ey Abu Zar, sho'rpa pishirsang, uning suyini ko'proq qilgin, buning bilan qo'shnilaringni yo'qlab turgin." Ramazonning issiq sho'rpasi qo'shnilar orasidagi sovuqchilikni ketkizadi. Qo'shnilik tuyg'usini urg'utadi, bir-biriga bo'lgan yirikligi oxirlashadi. Chunki Ramazon kishilarning dillaridagi kibrlik, cho'ngchillikni sundiradi. Yolg'izlik, mag'rurlikni yo'q qiladi. Albatta, sizning ustingizda qo'shningizning haqqi bo'ladi. Agar ilgirki munosabatingiz yaxshi bo'lmagan yoki izlashmagan bo'lsangiz, ulug' Ramazon oyida bu fursatni zayo qilib o'tmay, ularni iftorga da'vat qilish yoki ziyorat qilish orqali ochiq chiroy, xushtabassum bilan yo'qlab qo'ying. Buning dunyo oxiratda foydasi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni qo'lim qo'shnilar bilan inoq ittifoq o'tadigan, bir-birining haqqini ado qiladigan, xursandlikka xursand bo'ladigan, qayg'ularga tasalli etadigan, samimiy, oq ko'ngil qo'shnilardan bo'lishga muyassar qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.